Domlamga qancha o'qisam ham eslab qololmayapman. Nima qilishni bilmayapman, lekin baho olishim kerak. Sessiyani yopishim kerak degandim. Domlam yo'g'on ichagingni ishlat unda. Kallang ishlamasa dedi. 5 olaman deb 5 kun o'tirishga qiynalib yurdim. To'liq video davomida. Salom aziz do'stlar. Siz bilan yana menman va bugun sizga yuragingizni iliq hislarga to'ldiradigan yangi hikoya olib keldim. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Men institutga kirganimda hali hammasi menga begona edi. Auditoriyalar, yangi yuzlar, doimiy darslar. Ammo eng ko'p hayajonimni uyg'otgan narsa ehtimol. Birinchi marta ko'rganimizdayoq qalbimni zabt etgan inson edi. Bizning yosh, aqlli va o'ziga xos jozibaga ega domlam. U kishi boshqa o'qituvchilardan butunlay farq qilardi. Gapirish uslubi, talabalarni tinglashidagi e'tibor, hatto kichik tabassumi ham menga nimadir bo'lishini his qildirardi. Har safar darsga kirar ekan, yuragim tez ura boshlardi. Kunlardan bir kun darsdan keyin hammamiz auditoriyadan chiqib ketdik, faqat men va domlam qoldik. U menga qarab, "Bugungi savollaring juda yaxshi edi, shunday davom et", dedi. Men esa u kishining nigohidan ko'zimni olib qocholmadim. U nigohda mehr ham, qat'iyat ham, nimadir sirli issiqlik ham bor edi. Shu kundan boshlab bizning suhbatlarimiz faqat dars haqida bo'lib qolmadi. Kitoblar, hayot, orzular haqida gaplashardik. Ba'zida kech qolib auditoriyada birga qolardik. Oyna ortida yomg'ir shivirlardi, auditoriyada esa bizning ovozimiz va yurak urishimiz aks-sado berardi. Bir kuni yomg'irli kun edi. Men kutubxonadan chiqqanimda yomg'ir juda kuchayib ketdi. Shunda domlam paydo bo'ldi. "Yur, seni uyga olib qo'yaman", dedi. Yo'l davomida mashina ichida sokin musiqa yangradi. Domlam qo'lidagi termosdan menga issiq choy uzatdi. O'sha choyning hidi, deraza oynasidan oqayotgan yomg'ir tomchilari va uning sokin ovozi yuragimga muhrlanib qoldi. Uyim oldiga kelganda u bir zum jim qoldi. "So'ng, hayot galati, bilasanmi? Ba'zan biz kutilmagan odamga juda tez bog'lanib qolamiz", dedi. Men ham jilmayib, "Ba'zan esa bu tuyg'uni yashirish imkonsiz bo'ladi", dedim. O'sha kun biz bir-birimizga yaqinlashdik. Qo'llarimiz bir zumga tutashib qoldi, ammo ikkovimiz ham ortiqcha bir qadam qo'yishga shoshilmadik. Chunki bu tuyg'u shunchaki hissiyot emas, balki hurmat, mehr va ichki bog'lanish edi. Shundan keyin har bir dars, har bir uchrashuvimiz o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib qoldi. Uning ko'zidagi ishonch, menga bo'lgan g'amxo'rligi meni o'zgartirdi. Endi men faqat o'quvchi emas edim, balki hayotida alohida o'rin olgan inson edim. Hozir ham o'sha kunlarni eslaganimda qalbimda shirin bir titroq paydo bo'ladi. Ba'zan hayotdagi eng go'zal voqealar hech qanday haddan oshgan sahnalarsiz, faqat yuraklarning sokin, ammo chuqur bog'lanishida yashirinadi. Kunlar o'tgan sari bizning yaqinligimiz asta-sekin kuchayib bordi. Avvaliga bu oddiy o'qituvchi va talaba orasidagi samimiy muloqotdek tuyulardi. Ammo vaqt o'tishi bilan men tushundim, bu tuyg'u oddiy hurmatdan ancha ortiq edi. Darslardan keyin domlam menga tez-tez yordam taklif qilardi. Masalan, referat tayyorlashda, ilmiy ishlarimni tahrirlashda. U menga tushuntirish berayotganda juda diqqat bilan qarardi, go'yoki mening so'zlarim uning uchun eng muhim narsadek. Bu qarashlar yuragimni ilitardi. Bir kuni institutda ilmiy konferensiya bo'lib o'tdi. Meni ham domlam ma'ruza qilishga undadi. Tayyorlanish jarayonida biz ko'p vaqt birga bo'ldik. Kechqurun auditoriya bombosh, derazadan tushayotgan ko'chadagi chiroqlar nuri devorda yumshoq soyalar o'ynardi. "Juda charchadingmi?" dedi u stoldagi qog'ozlarni tartibga solarkan. "Yo'q, aksincha hayajonlanyapman", dedim men. U jilmayib stulga suyanib qaradi. "Senda juda katta iste'dod bor, men bunga ishonaman." Uning bu so'zlari menga qanot bag'ishladi. Shu payt u menga issiq choy quyib berdi va biz deraza yonida, sokinlikda, faqat tashqaridagi shamol ovozi ostida uzoq suhbatlashdik. Bir kuni esa butunlay kutilmagan voqea bo'ldi. Darsdan keyin men auditoriyada daftarimni unutib qoldim. Qaytib olgani bordim, eshikni asta ochsam, u yerda faqat domlam qolgandi. U stol ustidagi kitoblarni tartibga solayotgandi. Meni ko'rib jilmaydi. "Qara, sening daftarlaringni topib qo'ydim", dedi u va qo'liga oldi. Men daftarni olayotib tasodifan qo'llarimiz tegib ketdi. O'sha bir zumda hammasi to'xtagandek bo'ldi.
Yuragim qattiq ura boshladi, nigohimiz esa bir necha soniyaga bir-biriga bog'lanib qoldi. U shoshib ortga chekinmadi, men ham. Go'yo ikkovimiz ham bu yaqinlikni his qilishni xohlayotgandek edik. Ammo ikkovimiz ham shu chiziqdan oshmasligimiz kerakligini tushunardik. Chunki bu tuyg'u juda nozik va qadrli edi. Bahor keldi. Kampus atrofidagi daraxtlar gulladi, qushlarning sayrashi institut hovlisini to'ldirdi. Biz darslardan keyin birga sayr qilardik. U menga yoshligidagi xotiralarini aytib berardi, men esa orzularim haqida so'zlardim. Bir kuni u dedi: "Ba'zi uchrashuvlar borki, ular inson hayotini butunlay o'zgartiradi. Men seni shunday uchrashuv deb bilaman." Men ham jilmayib, "Men ham." Shu kunlardan keyin men har bir darsni intiqlik bilan kutadigan bo'ldim. U mening hayotimga ilhom, ishonch va yangi ranglar olib kirdi. Va hozir oradan ancha vaqt o'tib men o'ylaymanki, ba'zi hislar so'zlardan kuchliroq bo'ladi. Ba'zan ular hech qachon aytilmaydi, ammo qalbda abadiy qoladi.